Bugun sizga shunaqa mayin, og'iz erib ketadigan shirinlik retseptini qoldiraman. Assalomu alaykum. Ishimizni 6 ta tuxumni oqini sarig'idan ajratib olishdan boshlaymiz. Sarig'ini o'ziga qaymoq yoki smetana va razrxliselni solib aralashtirib olamiz. Sariyog' bilan unni kroshka holatiga keltirib olgach, boyaga tuxumli massani qo'shib yumshoqqina elastik xamir qorib olamiz. Bitta katta, bitta kichkina zuvolaga bo'lib, salofanga o'rab, kamida 3-4 soatga morozinlikka olib qo'yamiz. Ana endi boyaga tuxumni oqini oppoq bo'lguniga qadar yaxshilab ko'pirtirib, so'ng oz-ozdan shakarni solib, xuddi shunaqa pik holatigacha mikser qilib olamiz. Ana endi birinchi katta xamirni qirg'ichdan o'tkazib, maydalangan yog'oq sepib olamiz. Ustiga kremni tekislab solib, buni ustidan kichkina xamirni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Atroflarini sanchqi bilan tekislagan holda oldindan qizib turgan 190 gradusli duxovkada 30-35 daqiqa davomida pishirib olamiz. Endi buncha vaqt bekor o'tirmasdan oralariga chirk, yog' yig'ilib qolgan vilka qoshiqlarimizni oldingi zamonlarga o'xshab soatlab qaynatmasdan Raya super очистительdan 2 qoshiqni solib, ustiga gazda shaqilab turgan qaynoq suvdan quyib 20 minutga shu holatda qoldiramiz. 20 minutdan keyin shundoqqina idish yuvadigan vositada yuvorsangiz bo'ldi. Xuddi magazindan olgandek yaltillab ketadi o'zi. Ana endi shirinligimizni issiq holatida zgushoniy moloko sepib bezatib olamiz. Bu juda ham mazali ta'm beradi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.